Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. 12-iyul haftaning yakshanba kuni navbatdagi parrandalar uchun temir qafaslarimiz tayyor bo'ldi. Bu qafasimiz kaptarlar uchun mo'ljallandi. Razmeri uzunligi 1.40, eniga 1.10, balandligi 1.70 tomigacha. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Oyoqlarga mana roliklarni moslab ketganmiz. Xohlagan joyingizga siljitib yursangiz bo'ladi. Bu yerda esa portichkalar. Kaptarlar kirib chiqish uchun eshiklari odam bemalol sig'adi. Tagi berk holatda bo'lgan, odam chiqsa ham ko'taradi. Qo'noqlari mana 16 ta uy joylashtirganmiz. Bu qafasimizni xudo xolasa bugun Jizzax viloyatiga chiqaramiz. Mana bunisi esa 1-chi, 2-chi, 3-chidagi to'y ketaylar. Uchalasi ham razmeri uzunligi 3 metr, yonidagi tuxumlaydigan joy bilan jami 380 ga boradi. Eniga 1.10, balandligi 1.5 metr, 2 xonali, o'rtasidan bo'lingan. Tashqaridan turib mana tuxumlarni bemalol olsa bo'ladi. Hammasida ikkita yonda tuxumlaydigan joylari bor. Bu ikkalasi bir xilda, yollari ham MDF laminat bilan o'raganmiz. Bunisini ikkalasi o'zimizga Namangan, Yangiqo'rg'on iskovatga tayyorlab berdik. Chetdan turib zakaz qilishgandi. Bunisi esa mana yozgi mavsumga moslangan. Buni ham mana yon tomonlarda tuxumlaydigan joylari bor. Tashqaridan turib bemalol tuxumini olsangiz bo'ladi. Bunisi ham 2 xonali. Buni ham Toshkent Angiringa chiqaramiz. Buni ham buyurtma asosida tayyorlab berdik. Kimga shunaqa sifatli temir qafaslar kerak bo'lsa, manzilimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidako'pada joylashgan. Narxlari kelishilgan holatda pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.